Suvning iliq harorati butun tanamni bo'shashtirgandi. Men ko'zlarimni yumib uzoqlardagi erimni, uning issiq quchog'ini xayol qilib yotardim. Ammo to'satdan bo'ynimda Birovning sovuq, yirtqich nigohini his qildim. Tepamda vannaning kichkina darchasida qandaydir soya qimirladi. Bu tasodif emasdi. Bu o'z uyimda o'zimning qaynog'am tomonidan qo'yilgan xavfli o'yinning boshlanishi edi. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan sabotli va dardli azizlarim. Qalbining tubida aytilmagan so'zlari, yashirin ehtiroslari bor insonlar, hikoyachi Momo kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizga uzoq davom etgan yolg'izlik, qonni qaynaydigan nafslar kurashi va ayol kishining irodasi qanday qilib katta bir do'zax yoqasidan qaytib qolgani haqida so'zlab beraman. Qulayroq joylashib oling. Bu shunchaki hikoya emas. Bu yolg'iz ayolning ochiq va yonib turgan iqroridir. Biz boshladik. Mening ismim Malika. 22 yoshdaman. Hayotim ko'pchilik qizlarniki kabi chiroyli orzular bilan boshlangan edi. Turmushga chiqqanimga endigina 1 yil bo'lgandi. Erim Sanjar bilan o'rtamizdagi munosabatlar yomon emasdi. Lekin ochiq aytaman, bizning yotoqdagi hayotimiz meni umuman qoniqtirmasdi. Sanjar doim shoshilardi, u o'zini bo'shatib olardi-yu teskari qarab uxlab qolardi. Men esa ayol edim. Yosh, qoni qaynayotgan, haqiqiy mehrga, uzoq ehtiroslarga chanqoq ayol edim. To'yimiz juda katta dabdaba bilan, ammo katta qarzlar hisobiga o'tgan edi. To'ydan bor yo'g'i 3 oy o'tib, Sanjar uydagi og'ir moliyaviy ahvol tufayli Rossiyaga uzoq muddatli ishga ketishga majbur bo'ldi. Men qaynona, qaynota va erimning ukasi, qaynog'am Doniyor bilan katta hovlida qolib ketdim. Sanjar ketayotganda menga ko'p narsalarni va'da qildi. Sabr qil, Malika. Qarzni uzib qaytaman. Keyin senga hammasini chiroyli qilib beraman degandi. Sanjar ketish arafasida bizning oxirgi haftamiz juda issiq o'tdi. Men uni yo'qotishdan, uzoq vaqt yolg'iz qolishdan qo'rqib, har tun unga o'zimni to'liq bag'ishlardim. Lekin bu olovli kechalar juda tez, ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Uni aeroportga aynan Doniyor kuzatib keldi. Men xonamda yolg'iz qolib, yostiqqa yuzimni bosgancha uzoq yig'ladim. Bu yig'i faqat erimni sog'inishdan emas, kelajakdagi o'sha bo'mbo'sh va sovuq tunlarning qo'rquvidan ham edi. Kunlar va tunlar bir xil ssenariydagi zerikarli kinodek o'ta boshladi. Sanjar har kuni qo'ng'iroq qilardi. Biz imo orqali ko'rishardik. Avvaliga hammasi yaxshi, sevgi muhabbatga to'la edi. Lekin vaqt o'tgan sari sog'inch bizni qiynay boshladi. Sanjar tunda qo'ng'iroq qilib, mendan ochiq kiyimlarda ko'rinishimni, u uchun ehtirosli so'zlar aytishimni so'rardi. Men erimning istagini qaytarmasdim. Biz telefon orqali bir-birimizning nafsini qo'zg'atib ovutardik. Lekin bu jismoniy yaqinlikning o'rnini hech qachon bosa olmasdi. Telefondagi o'sha o'yinlardan keyin mening vujudim alangalanib yotardi. Men erimga tegishli ekanimni bilsam ham, qonim tana bo'ylab jazirab, haqiqiy erkak haroratini o'lgudek kumsardi. Shu og'ir, sarson kunlarning birida men e'tibor bermagan bir xavf paydo bo'ldi. Qaynog'am Doniyor hali 20 ga ham to'lmagan, endi mo'ylovi sabza urgan, qoni qaynayotgan yigit edi. U menga g'alati savollar bera boshladi. Bir kuni tushlik paytida u menga qarab sirli jilmaydi. Akam telefon qilib turibdimi, kelinoyi? Har kuni gaplashib turibsizlarmi, dedi u. Men bosh irg'adim. Ha, albatta. Kuni kecha gaplashdik, dedim. Doniyor ko'zini qisib yana piching qildi. Qiynalib qolmayapsizmi usiz? Zerikmayapsizmi? Uning bu so'zlarida oddiy hol-ahvol so'rash emas, mutlaqo boshqa, iflos va yashirin bir ma'no yashiringanini ayollik sezgim bilan darhol tushundim. Nega qiynalaman, hamma sharoitim yaxshi, deb qisqa javob berdim-u, o'zimni chetga oldim. Lekin u shu bilan to'xtamadi. Bir kuni kechqurun hamma uxlagandan so'ng hammomga kirdim. Havo sovuq bo'lgani uchun suvni issiq qilib, vanna qabul qildim. Tanam bo'shashib, xayollarim yana Sanjarning quchog'iga uchib ketgandi. Men o'zimning ayollik go'zalligimni, tanamni suv bilan erkalab yotardim. Shu payt
Negadir tepaga hammomning kichkina oynasiga ko'zim tushdi. Va mening yuragim urishdan to'xtab qolay dedi. Oynaning narigi tomonida qorong'ilikda bir juft ko'z qarab turardi. Men qotib qoldim. Nafasim ichimga tiqilib qoldi. Bu Doniyor edi. U poylab turardi. Birinchi reaksiyam qo'rqib baqirish, o'ranish bo'ldi. Lekin insonning nafsi va uning ichidagi shayton qanchalar kuchli bo'lishini tasavvur ham qila olmaysiz. Erimning yo'qligiga oylar bo'lgan, mening vujudim erkak e'tiboriga och edim. Kimdir menga shunday yirtqich nazari bilan jozibali ayol sifatida qarab turgani ichimdagi uxlab yotgan zaharli ehtirosni uyg'otib yubordi. Men bilmaganga oldim. Go'yoki uni ko'rmagandek suvda o'zimni shirin chayqataverdim. Vujudimning chiroyli qismlarini, sochlarimni suv bilan o'ynar ekanman. Uning uzoqdan yutinayotganini, ko'zlari olovdek yonayotganini aniq his qilib turardim. Bu o'ta xavfli, aqldan ozdiruvchi va iflos o'yin edi. Ammo o'sha soniyalarda men aqlimni umuman yo'qotgan edim. Qariyb 20 daqiqa bu taqiqlangan tomosha davom etdi. Nihoyat tashqarida qandaydir narsa taq etib tushdi. Doniyor cho'chib ketib, oynadan yiqilib tushdi va qochib qoldi. Men hammomdan chiqib yotoqxonamga kirdim. Butun tanam qaltirardi. Bu qo'rquvdan emas, haddan tashqari qizib ketgan ehtirosdan edi. Men o'z-o'zimdan nafratlanib, yostiqni tishlab uzoq yotdim. Ertasiga nonushta ustida biz yuzma-yuz keldik. Qaynotam ishga ketgan, qaynonam bozorga chiqqan edi. Doniyor menga qaramaslikka, choyiga tikilishga harakat qilardi. Lekin men endi jim turmaslikka qaror qildim. Kechagi iflos ehtiros bugun o'z o'rnini sovuq, uyg'oq aqlga bo'shatgan edi. Nega buncha o'ychan bo'lib qoldingiz, Doniyor, dedim men to'g'ri uning ko'zlariga tikilib. U biroz qizarib ketdi. Shunchaki xayol surib o'tiribman deb ming'irladi. Men stakanni qattiq qo'yib, jiddiy ohangda so'z qotdim. Kechasi vannaning oynasidan poylash qiziqroq edimi? Uning rangi oppoq qog'ozdek bo'lib ketdi. Choyi tomog'iga tiqilib, yo'talib yubordi. U mendan bu qadar ochiq hujumni kutmagan edi. Nimalar deyapsiz kelinoyi, tushunmadim deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi u. Men qattiq jilmaydim. Hammasini juda yaxshi tushundingiz. Kecha-kechasi oynadan meni poylab turgandingiz. Buni akangizga aytib bersam nima bo'lishini bilasizmi? U sizni o'ldiradi. Mahallada bosh ko'tarib yurolmay qolasiz. Doniyorning yuzidagi oxirgi ishonch ham yo'qolib, qaltirab qoldi. Uning ko'zlarida sof dahshat paydo bo'ldi. Iltimos, kelinoyi, akamga aytmang. Akam bilsa meni rostdan o'ldiradi, asabimga tegmang, o'zimni yo'qotib qo'ydim deb yalinishni boshladi. Mening ichimda yana o'sha kechagi shayton bosh ko'tardi. Men uni sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Bo'lmasa mening bitta shartim bor, dedim unga yaqinlashib. Akangiz ketganiga 4 oy bo'ldi. Men ham qonli-jonli ayolman. Men siz bilan birga bo'lishni xohlayman. Bu so'zlarni aytganimda men go'yoki o'z ovozimni o'zim tanimayotgandek edim. Doniyor butunlay shok holatiga tushdi. U mendan, yuvosh kelinoyisidan bunday razil taklif kutmagandi. U o'ylanib qoldi. Uning ichida ham yigitlik nafsi, ham akasiga bo'lgan qo'rquv kurashardi. Bir necha daqiqalik og'ir va bo'g'uvchi jimlikdan so'ng u qaltiragan ovozda, "Xo'p, men roziman", dedi. U ko'ngan edi. U o'zining jigari, akasining omonatini, ayolini sotishga rozilik bergan edi. Shu so'zni eshitishim bilan mening ustimdan xuddi muzdek suv quyib yuborilgandek bo'ldi. Men qotib qoldim. Miyam birdan tozalab ketdi. Men nimalar qilyapman? Nimalar deyapman deb o'zimni qarg'ay boshladim. Axir men kimman? Rustam emas, Sanjar. U meni deb o'zini o'tga cho'qqa urib musofir yurtlarda ishlab yuribdi-ku. Men o'z or-nomusimni o'zimning qaynog'am bilan poymol qilmoqchi bo'ldimmi? Men qanday qilib uning yuziga qarayman ertaga? Bu so'zlarning o'ziyoq jinoyat edi. Men o'z o'rnimdan sakrab turdim. "Sen qanday pastkashsan, Doniyor", deb baqirdim. "Akang sen uchun jonini beradi, sen esa uni o'z xotini bilan sotishga rozi bo'ldingmi? Men shunchaki seni sinab ko'rmoqchi edim, lekin sen hayvon ekansan.
U nima deyishni bilmay yerga qarab qoldi. Boshqa hech qachon mening oldimga yaqinlashma. Boshqa meni poylama. Agar bu ish yana takrorlansa, Xudo haqqi, nafaqat akangga, butun qarindoshlarga seni iflos qilmishingni aytaman, deb unga qattiq ogohlantirish berdim. U indamay uydan chiqib ketdi. Men esa yolg'iz qolib, yuzimni qo'llarim bilan to'sib, uzoq va achchiq yig'ladim. Men o'z-o'zimdan, o'z nafsimning tubanligidan qattiq qo'rqqan edim. Agar men o'sha lahzada aql-hushimni yig'ib olmaganimda, balki bugun mening hayotim sharmandalik va axlat chuqurida yakun topgan bo'lardi. Men do'zaxning yonginasiga borib, uning qaynoq olovini his qilib, so'ngra qutulib qolgan edim. Sizlarga, ayniqsa erlari uzoqda bo'lgan ayollarga aytar gapim bitta. Sog'inch va ehtiros insonni ba'zan ko'r qiladi. Lekin qanday vaziyatda bo'lmang, o'z iffatingizni va sizga ishonib topgan-tutganini jo'natayotgan eringizning nomusini himoya qiling. Qisqagina lazzat sizning bir umrlik hayotingizni vayron qilishi hech gap emas. Biz ayollar faqatgina nafs quli emas, oilaning muqaddas tayanchimiz. Agar bugungi ochiq iqrorim sizga qandaydir xulosa bergan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'z fikringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. O'z irodangizni doim kuchli tuting. Ko'rishguncha.